Ayni daqiqalarda biz Britaniya muzeyidamiz. Britaniya muzeyiga 1753-yilda asos solingan ekan. U rasman 1759-yildan boshlab o'z mehnat faoliyatini boshlagan. Mazkur muzey eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan muzeylar orasida 2-o'rinda egallar ekan. Bu yerda dunyoning turli davlatlaridan keltirilgan turli eksponatlar mavjud bo'lib, ular orasida o'sha Markaziy Osiyo hududlariga tegishli bo'lgan asor atiqalar, yodgorliklar va turli eksponatlar mavjud ekan. Xususan O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan eksponatlar ham mavjudligini biz eshitib qoldik. Keling, muzeyga kiramiz va O'zbekiston tarixiga oid va Markaziy Osiyo tarixiga oid bo'lgan eksponatlarni izlab topishga harakat qilamiz va birgalikda buni guvohi bo'lamiz. Qani, marhamat, ketdik. Britaniya muzeyidagi e'tiborga molik eksponatlardan biri aynan mana shu tosh hisoblanadi. Bu tosh Rozetta toshi deb nomlanadi. Rozetta toshi 1799-yilda Misrda, ya'ni o'sha Aleksandriyadan uzoq bo'lmagan Rozetta, hozirgi kunda Rashid shahri deb nomlanar ekan. Rozetta shahrida topilgan bo'lib, mazkur granit toshda ma'no jihatdan bir xil bo'lgan 3 xil tilda matn bitilgan va uni bittasi grek tilida va ikkitasi qadimgi Misr tilida yozilgan. Olimlar mana shu yozuvlarga asoslanib Misrda topilgan asor atiqalar va qo'lyozmalardagi yozuvlarni o'rganish ishlarini boshlashgan. 1802-yildan boshlab esa mana shu tosh Britaniya muzeyida saqlab kelinmoqda. Britaniya muzeyini aylanib yurib, o'zimizni tariximizga oid milliy eksponatlarimizni ham uchratdik. Mana bu nihoyat. Guvoh bo'lganingizdek, mana shu eksponat o'zimizni hozirgi kunda muomaladan chiqarilgan 100 so'mlik pul birligimizda mavjud bo'lgan mana bu oltin halqani ko'rib turibsiz. Bu oltin halqa 19-asrda oxirlari 20-asr boshlarida Amudaryo sohillaridan topilgan ekan. Ahmoniylar davriga taalluqli, ya'ni o'sha 4-5-asrga taalluqli oltin buyumlar ekan. Xuddi mana shu topilmalar orasida mana bunaqa oltin kosalar, oltin baliq, mana bu oltin arava, oltin boshlar, undan tashqari mana bunaqa bejirim uzuklar, bilak uzuklar va turli oltindan yasalgan mana shu kabi eksponatlar biz tomonlarda olib borilgan qazishma ishlarida topilgan ekan va mana shu joylarga qanday qilib kelib qolgan bo'lsa